Menga darikdan juda ko'p savollar kelyapti. Yonbosh og'rig'i. Belmas yonbosh og'rig'i bo'yicha savollar kelyapti. Borib shifokordan ko'rikdan o'tgan, lekin hech qanday kasallik topilmagan. Va har xilda bosh og'rig'i. Mana shu kasalliklarga men hozir bitta retsept aytib o'taman. O'zimizni shaftolini bargi. Shaftolini o'sha bargini quriganidan yarim siqim, bir siqimini olib, shu 700 grammlik yoki 500 grammlik choynakka damlab 2 soatga o'rab qo'yingda, bir o'tirishda o'sha 500 gramni bir o'tirishda issiq iste'mol qiling. Bir kunda bir mahal 10 kun iste'mol qiling. O'sha sizda sababsiz og'riyotgan bosh bo'ladimi, sababsiz og'riyotgan yon bosh bo'ladimi, Xudo xolasa inshaalloh shifo bo'ladi. Agar sizga kompleksli muolaja kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shunday mahsulotlarimiz bor bo'g'im og'riqlariga. Agar sizga shunday mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarning Telegram'idan yozsangiz, biz albatta sizga maslahatlarimizni, o'z maslahatlarimizni berib boramiz.